Do'stlar, Kalinskiyda Ansor yaqinidan zo'r uy chiqyapti. Ansorda shunaqana tepasida zakritый dvor, parkovkalariga ham ega 130 kvadrat metrga ega uy sotuvga qo'yilmoqda. Holatlari yaxshi holatda. Videoni oxirigacha ko'ring, uyni olib chiqib ko'rsatamiz. Mana uyga ham chiqib oldik. Liftlari bor, 5-qavatda plus mansardali kvartira. Tashqaridan kirish qismlari ko'rish mumkin. Bu yerda kuzgu, bu tomonda esa kiyim ilish, oyoq kiyim ilishga joylari mavjud. Hol qismi ko'rish mumkin. Bu tomonda bitta katta joyi bor. O'tirishga joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tashqari dvor shundoq xona ko'rinib turadi, chiroyli fasad ko'rishlari mumkin. Remontlari yaxshi holatda. Bu tomonda esa oshxona bilan yana bitta xona, keyin sanuzel ham mavjud. Bu yerda oshxonasi ko'rish mumkin. Holatlari yaxshi holatda. Oshxona jihozlari qoldiriladi, oyoq taglari parket qilingan va issiqpol ham qilingan. Bu yerda yotoqxona bor. Mana bu mebellar ham qoldiriladi. Birinchi qavat to'liq issiqpol qilingan. Bu yerda esa umumiy sanuzel. Endi esa ikkinchi qavatga chiqib ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Bu yer kosmetik holatda, bitta aboy qilish kerak va oyoq tagini parket qilish kerak. Bo'ldi, qolgan ishlari bitadi. Bu tomonda bitta xonasi, tepada ham ikkita xona, bitta sanuzel mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda esa yana bitta. Tepaga duv kontur o'rnatilgan va batareykalar qo'yilgan. Bu tomonida sanuzel bilan kladovkasi mavjud. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Kalinskiy massiv Ansorda shunaqana tepasida joylashgan. Lakasi juda ham zo'r, bu yerni bilgan bo'ladi. Kommunikatsiyadan ham mutlaqo muammosi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, $60,000 so'rashmoqda. Albatta, kam bir qiziqqanlar o'z quyidagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Videoga like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'ling. Sizlarga bundan zo'r uylarni ilishda davom etamiz.